Yaxşımısılar? Ko'rayotganinglar bodam o'yini tajdarligidagi to'xtama, to'xti. Bu filmni yana tövendeki o'rinlar alayda qo'lladi. Nice Aptitali. Bu yerda hammamiz cho'lpon. Gözsiz nashta. Zodi aşı ziyon qiladigan narsalardan boshqa hammasi bor ichida. Manchu sizlar bir maxfiyatlikni deb beray-a? Sağlam yemeklik, salomatlikning asosi. Sağlam turmushingizning kapolati ko'zsiz nashtalar. Bak kichikga. Hey kız bil ko'nglimni bersan, ham rost tur so'zlarimga ishon. Qilmasman hech kimni santan, bir sana ko'yib chin dedi so'yib. Bilolmadim sababi, bilolmadim men. O'tolmadim ko'nglimni, o'tolmadim ham. Hakim ko'nglim o'tolmadim, o'tolmadim. Ko'rurmanlar, yaxshimisilar? To'xtama, to'xtaning ikkinchi bilimiga kelganinglarni qarshi olamiz. Men yandim bayon. Ikkinchi bilimni boshlashdan burun biz birlikda bundan burungi hikoyalarni eslab o'taylik. Ko'rurmanlarimizning taqdi taq bo'ldi u deyman. Amsa biz yangi hikoyamizni boshlavatdik. Birinchi bilimdagi hikoyalar oxirlashgandan keyin uzunmi emas, qisqami emas, 3 oy vaqt o'tdi. 3 oy vaqtning ichida oramizdan ayrilganlar, qaytilganlarmi bo'ldi. Asadning ayrilishiga ko'pchilik qiymadi. Shuning bilan bir vaqtda To'xtu bilan Shahloning muhabbati baxt ilkida bix surdi. Hey, to'xtir. Nima? Shahlo mushma? Hey. Shahlo mushma? Macho, kimsan? Ey. Bu haqni ko'rmalarni olsanglar mayli. Meni oldiyamaysilar. Qandasiga bu ikkisi bir so'qqasida Shahloni almashtirma deb almashtirdiqashma. Ko'rmalar qanday deydi? Ha? Men qanday ustizlar? Şimdi şey bana Tadala. Ha bak sen ne misalan şömüş lan ne mis şömüş. Mama ot gidiyorlar bana. Hem de bu artistlerin vakit gelmedi kat bu vakit doğru gelmedi kat işler bulduk o. Hizmet işleri degende. Hem doğru işlep durunlar müşşem şaklamış. Doğru şunalar ben doğru düşendim. Ben doğru düşendim ya. Ben doğru düşendim. Sen doğru şunalar. Şu anda. Mush tinchlik bugun atdigan mundoq bir sababdan buzildi.
Sadi nemish bo'lganligini bilginglar bormi? Amsi biz gapni bugun atdigan Sodiq To'xtining uyiga kelgan vaqtdan boshlaylik. Kelib qopsan bu? Shu kashki ishlaymasin degan. Atgan qildigan ish yo'q. Sizlarni izlab kelgan. Sen-chi ish qilmadingmi? Ha, men bugun damog'ama sahna so'zlarimni yodlab qo'yib, aramag'ash o'yin o'ynab. Nima u? O bodamning o'yini-chi? Bodam o'yini? Ha. Aka bir qo'l o'ynay. Petdi. Ya, ma tili zahar yo'q, o'yin ochib bakchib ketdi. Jimjit. Rostchimi? To'xtichi, inobat ish qilib ketdi. Ha. Nima degan? Keldi. Kelibsan bu? Keldi. Nimadan yeg'anasi kelganmi? Voy, yeg'anasi emas. Shu meni oldida kirib olsam bir bola set yutibdi-ku. Bak maqtab ketdi, shuni ep qo'ydim. Yomon kirim buyumlar bor ekan. Ishlatmaysan uchun ayolim ikkitay bo'ldi men. Keyin lozim bo'lib qolarmi-ki? Ketdikina men voy. Oy, yuz shotlaqlarni qara. Uning bek yaxshi deydi. Nima? Bu bolalarning bu zakis yuriydi-ku. Ha, buni yaxshi deb nima qilganda shuni hozir lozim bo'lmasmi, keyin lozim bo'lib qolar deb ep qo'ydim. Yaxshiligi u yaxshi hamda. Kashda u bir necha chiqish qo'shaqmatimda. Kiyib yataydiganmi? Yo'q, yo'q. Shu bek maqtab ketdi. Monim bek yaxshi deydi. Endi moni tan salomatlikning bek foydasi bor dedi mani. Sen oldinib qolmagansan? Undan emas-ku, qarsam o'z qil yaxshi balda qilib turdi. Men ko'z o'ng'ag'ishda oson oldinib ketadigan odamda ko'rinatamda. Undan emas. Bu meni oldiga kelib olsam bal chaqadi. Shuning bilan to'xtab tur. Tanımadыңыз, Ya, tanımadımmı? Men o'zim bir tunishtirib o'tay. Mening ismim Ali. Boshqalarning qiyinchiligini hal qilib turadigan odam. Ha, yaxshimisiz? Yaxshimi? Lekin mening boshqa qiyinchiligim yo'qdan chiqib. To'xtab turing, ha. Anda qarsam, sizning chiroyingizdan shuni bilishga bo'ldiki, siz hozir qizg'in muhabbatga o'tibsiz. To'g'rimi qo'ta? To'g'ri, siz qanday bildingiz? Bu muhim emas. Bu bizning maxfiyatligimiz. Ha, unda qo'sh siz psixika doktor o'xshamabsiz? Yo'q. Bo'ldi, bu muhim emas. Muhimi lekin bir gap bor deymi, demaymi? Da. Lekin bu qizg'in muhabbatlashayotgan jarayonda men ikkilarning munosabati ozroq jiriklashib ketganda qilamdi nima? Yo'q, undamidi. Lekin jiriklashib ketmoqchi. To'g'ri, jiriklashib ketmoqchi. Ne degansiz, unda olmaydiganda? Rost, ashta bo'ldi. Degan gaplaringizdan hammasi joy-joy chiqyapti-da bo'lmasa. To'g'ri. Ammo qarang, bu qiz o'g'illar muhabbatlashayotgan vaqtda odam menga bir xil moddani qo'yib berdi. Buni tadqiqotchilar tadqiq qilib ilmiy asos bor narsa-ku bu. Ashta bir moddani qo'yib berdi. U bo'lsa dopamin. Dopamin. Bo'ldi, bu muhim emas. Ash dopamin degan modda shu qiz o'g'illarning munosabatini taxim qo'yiqlashtirib, taxim qizg'inlashtirib, taxim birsi-birsiga chiroyli shunday ko'rsatuvchi. Lekin bu modda bora-bora ozlaydi. Ozdigandan keyin bu qizlarning ko'ziga o'g'illar shundaqmi bir sat ko'rindiki, voy, sizga bir og'iz gap qilish oyoq tutsin, sizni yaklablam, ishqilib ko'ziga satli ko'rinib ketsiz. Shuning bilan ikkilarning munosabati shunga o'xshaydi degan gap. Menda shu alomat bormi-ki? Bor, albatta bor. Hozir bu aniq emas. Lekin buning amali bor. Amal bor. Amal bormi? Ha, amal bor. Mana amal bilan-da. Shu o'g'illar qizlarning ko'ziga sat ko'rinib ketganda-chu. Endi o'g'illar azroq bir o'zini bir yasab, hamda bir grimlarni qilib yursa hamda qizlarningki yaxshi ko'rishiga ega bo'la oladi degan gap. Lekin bu odat kirim qilish emas. Nereden setib ola olmayman ular narsalarni? Albatta, menda setib ola olasiz. Mana grim buyumlarni setib olsangiz, amma. Ko'rdingizmi? Voy bu mushta bo'ldi shu.
Men dedim-ku, qara, to'xta, sen aldanıp ketibsan. Bu çok bivas satqıçlarniki mal setishdiki taktikasi bu. Mana shu to'xtadan aldanıp ketadigan ish hujumi lekin. Undan emasdi, lekin bu shu mallarni tunishtirganning hammasini shu manga naql tushgandek rasl chiqyapti shu. Shuning bilan oldin Rost chiqdi. Ya yomon ular. Ma o'laqa taqir boshqa, tog'oq sotadigan odamlar o'qdingmi? Vahshiymi? Ammo qarang. Anda aldamchi, men uchrab qolmasinmi? Men uchrab qoladigan bo'lsa, aqina qilsa. Ana til qobiliyatim tayinib, men olgan narsani onun o'ziga qaytib setib yetaman. voy nima qilib ketsa bu ora olsa. Voy to'xtatdim men. Qaram, Ya deb qaytirib qaram. Voy. Men shuni baqdi. Mana ichi. Ya sen mani Ya qaram men onun ishkoyat mashina olgan narsa bu. Efendim yaxshimi? Ama sizning 2 minut vaqtingiz olsam bo'lamdi. Nish qilsa? Faqatli 2 minut birdan tugaydi. Endi bir narsa tamsa, ammaymiz. Mama, ha? Afsus. Men sizga o'xshash kelishgan yigitninki o'ziga fursat berdim. Bir qarab dağa qarasın ki ko'zingdan mal turgan o'qdim. Ko'zing aytam mal turgan ekansan. Ha, ekir paras. Kira. Qarang, men sizga asos desam, meni bir turkum mas'uldim. Yaxshimi? Voy. O'tir. Tunishibsizlar? Chiqaman. Ha, bayama ishni o'rnagan narsa sepgan bo'lish shu. Men azroz boyaqlar men do'stlarimga tavsiya qilib bir qo'rqib. Attiyoq kepini qotmaylik, aldamchisan shuma? Men bir qarab qara. Sizning aldamchiligini bilgan. Yaxshi odam emas ekaninglar, bir qarab bilgan-jimi? Oldimcha emas, men bir narsa sotadigan bola. Va aralashmanglar. Sen aralashmanglar. Opa! O'tirma qilcha, opa! Oo, to'xtang, men sizni yo tunimsam. Tunimsan? Ha? Men sen tunib qaysan, ha? Ya, men bak ish ketdi. Chiq. Men jab bir obdan narsa. Boshaqda olib ketdi. Qara. O'zining o'zini yapmamda. Tutib. Bak obdan narsa sotib ekansan, ha? Meniki aqko'ngil sada ag'inamga jab bir narsa setib qo'shib ketibsan. Qil yaxshi. Voy! Men ko'rdingmi? Men yuz chaplig'ini, ma'nosini payzi. Beka? Nima bo'ldi? Qama. Asl ana tiklashib vaqtim yo'q. Qo'yib. Bo'ldi qilam. Qo'ydi. Qo'ydi o'zimga. Men odan bir pranchachi. Bog'lama. Qapma. Beka? Bak bizneslar ekan jumma ey. Amlikim bog'o. Kela. Ben tavsiye qilmoqchiman. Sen bir silkib bitta. Maqra. Nima ketdi bu? Bir mo'shlasa yurib qilib. Nima ish qildim menga? Yaxshi narsalarni sotib dedim. Menga astag'firullah. Qarag'andi biz. Odatdagi odam uchirmabdiq. Lekin onun bugun mening qo'limga tushgani o'zining shori. Men dangliq riyosatchi bo'lgandikan, albatta til qobiliyatim hammadan ustun bo'ldi. Men o'zimning kasbchanligini joriy qildirib, til qobiliyatimni tayinib turib, uning dakkisini obdan berib qo'ymasam. Hadi. Sizlar aralashmanglar qarang. Uning dakkisincha men o'zim bermay, xotirjam bo'linglar. Dakkisini Saqlab turinglar. Nima qilsa? u yaxshi bo'ladi u. Qarta o'ynasangiz, badam qarta o'yiniga chiqib o'ynang. Badam qarta o'yiniga za o'yini, dodijo qatorliq o'yinlar qo'shilgan bo'lib, 500 ming o'yindosh sizning birga o'ynashingizni saqlayotidi. Baydodan yoki badam app hozirdan badam o'yini deb izlab tushira olasiz. Rangdor turmush, nice. Nice. Her gün 3 saat 2, kaç saat 10'da sualga cevap verip mükafat ilim. Hurmatli ko'rmandalar, yaxshimisizlar? Sizlarga hozir Nice App Detaildan naq maydon program taqdatmiz. To'g'ri? Nice App Detailda programmamizni ko'zsiz nashda alaydi qoladi. Salomatligingiz uchun ko'zsiz nashda bak yaxshi. Bo'ldi, programmamizni davomlashtiramiz. Hozir davrimizda ottak 100 taqqa 2 nafar mayri o'tirsa elib berayotgan
til mahorat musobaqasi. To'g'ri, til mahorat musobaqasi. Hozir bu ikki nafar moyirniki nurg'ulga qo'lg'ichilari naq maydonni bisib ketdi. Ko'rdingmi? Naq maydonni bisib ketdi. Naq maydonimiz nayt qizib ketdi. To'g'ri, hozir qana bo'ldi? Naq maydonimizni ko'ring. Bo'ldi. Hozir shu yerda chiqqan bu kumsizlar melay raqildiq bo'lsa bo'lsa, dal setishlarning hamsi qo'rqitgan, lekin iste'molchilarning hamsi yaxshi ko'radigan molniki saqliqini gumonish, to'g'ri, molniki saqliqini gumonish. Bu vaqtning o'zida bu setish qanaqa qilgandi? Buklardan hech qaysi oqmidi, zarbalari qat'iy oqmidi. Nemishqa? Chunki bu setiqchi aliga sotgan mollarning hamsi sifatli, yaxshi, rasmonlarga. Tanarqida o'tirib qo'ygandan keyin mol bahasiga aytib, muvofiq normal ishkanligini o'tirib qo'ydi. Mol bahasi haqiqatan muvofiq normal ishkan. Masaka. Malning shiltish unumi yo'qdan oxirgi zarba o'tdi. Biz iste'molchilar doim nasib olgan chog'da faoliyat o'tibdi, azam bo'lyapti mol bahsi. Nayt muvofiq ekan deb doim malning shiltish unumiga diqqat qilamiz. Go'zal, chiroyli, perfekt. Abay qo'yaqalik, rost emasmi? Men amdi ashna xiyolga baychu, qilib xiyolim bor. Shu abay, unda ashpamdi. Shukrat. Shukrat abay. Rahmat. Qara. Abay yaxshi kim, abay foydali narsalar kim? Ya dahshat. Men oldimmi? Opsan-ku. Yaxshimikan? Rost yaxshi qara. Men degan donliq riyosat cho'g'an deganligini, men ovozim nasibsam bo'lmaydi. Cho'ma galg paydo qilgan narsa. Shu oldim men. Bek yaxshi qarasmi bu? Men to'g'ri oldamchi uchrab qolibsiz deb. Ya, mamma grim buyimlarni ayolim olib berdim, qo'shikdan bo'ldimi? Bugun ayoling shuni bilan qo'shib ketib kech tayoq yemay yetadigan bo'ldi. Men bor, o'zim shunga o'tiribsizlar. Yo'q, mashqda. Men to'yib qoldim. Erkin ozodlik yo'q degina. Erkin ozodlik yo'q? Deydi. Erkin ozodlik? Kim to'yqandiki erkin ozodlik yo'q deydi, ey. Mana men bog'u.
Uyda neymiş qilib kes şunu qilma. Ya etqim kes, ya etma, ya süpagim kes, ya süpürma. Qirqat. Qaç quchlarni yug'im kelsa, mana men yuyman. Ayolim to'sabmi qilolmaydi. Uyda nim qilmasam, mana mening deganim rost. Tushunalama? Mana buning o'zi erkin ozodlik. Erkin ozodlik yo'q deb ketgan. Datma. Şöyle ülüğalı ben desem ya ülüğalı babaka ya. Bol ko'nglim yerim qilma. Bu kunim o'tkisini sadi. Quruq o'ydan bormi nima? Ha, asli bu yerda uchimiz bo'lib turdik. Azroq qishlar sababini abrag'imiz turmaydi. Shu uning uyi quruq. O yerda yana bir quruq bu bor. U uy uniki rasmsiz shu. Hozircha uy quruq. Quruq. Shu birinchi ijaraga yo'q bo'lsa bo'lamdi deganda. Voy, yula. Sizga bir ish bo'lmaganda? Yo'q. Eshitdim bo'lmadi. Shu tomoq yemagida 2 kun bo'lgan. Sal tinimajlab qolgan o'xshaydi. Uning ustiga uxlamag'imi 3 kun bo'lib qoldi. Nima ish tomoq yemay yuradigansiz a? Deb kelsam gap pek uzun. Dadam oshqozoni ko'p qilib. Dadamning kesil davoti menda pul yig'ib qoldi. Siz bu ko'nglingiz yerim qilmam. Siz bak eg'ir kunni qapsiz. 9 qizdan to'liq tan tutdi degandek uyning ijara pulini beramidi. Turib uyimda maylab qoldi. Shunga uxlab boqmag'ili 2 kun tomoq yemag'ili 3 kun bo'ldi. Hozir tomoq yegil 2 kun uxlamaga 3 kun deb qoldim. Bu muhim emas. Eng muhimi men uyning ijara pulini beramadim. Dadamning o'pkirogim egilishib ketdi. Tota. Sen hozir oshqozon akilayotgan o'pkirakka o'zir aqildi. Ishqilay, bu muhim emas. Bo'ldi, bu to'g'ri so'zlashmayapti. Men kun qarayguchi bog'ich tarafdan biri o'rindiq olib yotg'ayrimni rostlamasam bo'lmaydi. Men mang'ashtiray. To'xtab turing. Yo'q, men mang'ay. To'xtab turing. Qarang, hozir sizning qiyinchiligingiz bo'lgan ekan, u uy quruq to'sim turaverdi ekan yoki siz vaqtdan shu uy turib turamsiz ya? Rahmat. Men boshqalarning men ish og'ritishini yaxshi ko'rmayman. Men mang'ay. Yo'q. Uy ijara qidan siz g'am qilmasangiz bo'ldi. Keyin pul topqan berasiz, bo'ldi emasmi? Bunda qilsak tez yaxshi bo'lmay qolami, ha? Yo'q, hech qisi yo'q. Unda qolsa buni men qo'yman. Bu sabahlardan chiqdimda. Bu muhim emas. Men na turman. Mane men bering. Ondan dadamizning kesili davolatish jarayonida qanday yordam lozim bo'lsa, mendan qo'limda kelish yordam berma. Bizim shu. Qo'limiz ko'ksimizda. Rahmat. Men sizlarga börek raki bo'lib qolgan dadamning o'rnida turib sizlarga rahmat aytaman. Hozir o'pkirakka deb qoldim. Bu muhim emas. Muhimi qo'sqonlar ishtaqchan, ha? Tomoq yeda. Men sizlarni bugun bir tomoq yemayman qilolay. Ne bilan yemak qilsa? Xo'go bilan. Undan bo'lsa mani o'rnashgan so'nggi ash mening uyim. Xo'goda ketganini nada qilish bilib. Chiramni keltirib. Yo'q. Bo'ldi, shunda obdan yedib qo'y. Greenimi kaba? Yeydigan yapib. Greenimkin. Ayni vaqt cho'krak kelganda qarab bir joz bilmay qolamizni ya. Ishkin maydon batqiya. Kechilab o'ynagan biz. Qarab,
Gri nimaga? Ya mendek gri adam ko'rib boqmaganman. Sen menda o'ta gri ekansan-ku. Ne bo'ldi? Nima ziqliq bu? Xogoqni? O'xshash qo'y bu xogona shu biz pishirimiz, mani boshqalar pishirib berdi-ku. O'xshash qo'y. Taqib yaptım da namazda da bakpat ona. Ey. Bu sening ajab hamma mabtum akna. Shundaymi na? Men desem qara. Mening bak chiqmabdim ba. Masalan, xogo itidigan, mala çörektigan, so'ma ettigan, polo ettigan, laqma ettigan, mifa ettigan, suv qashittigan. Voy voy, nurg'un mabdim aqir. Oo. Shunchalar muhabbatga qanday yetishayotgan sen? Men bir muhabbatga yetishib bo'lmayapman. 2 kun bo'ldi men shahlarga to'y taklif qo'yaman deb jiddiylashib yurgili. Toy taklifi? Cübbiyatni tashlab qolgan keyin 3 soat tashlamamiz. Daqiramas yutib qo'yaram. Voy yaxshi o'ynadim shunda. Yamanligini yapta. Yurtimning manzaralari haqiqatan bak go'zal. Atrofdagi ritmlar shundaqmi yaqinlik. Har bir xil chiroy odamni maftun qiladi. Sen ablaca emasligine qara. Men bu olay emas. Mandaq tushsak ham biz cho'pon bo'lmaganligimi e'lon sal qamlashmamda. Hey, gap qilyapman sana. Na. Nice APP da hammamiz cho'pon. Rangdor turmush. Nice. Nice. O'ynashching ne? Men gözsiz naş diyeyim. Qo'saq to'yamda onunga, maladi ishga ma quvvat manaslar. Hey, sen bu kuvvetlik dep yağatkan tamqan qara baqa. Üstüdeki mayını gördün mü? Anadaki bunun terkibinde nurgun dar damanlar bakara. Bunu yemesen bağı adam bedenilik ziyallık degine. Şu an manda ozuqluq miqdarı mol bo'lgan, quvvetlik bo'lgan mandaq yaxshi narsani yap turishimiz kerak. Qanday narsa u go'shtimi quvvatli? Nima bakashlarni? Bunun terkibinde nurgun narsa bakara. Masalan, odamga yo degandek nurg'un narsa bor buni tarkibida. Aşağı çıkan Slavam ki? Yok da yok mu ki bunun da? Ba? Nima? Bunun tarkibida qara, tamti tutqusi yo'q, chirchishdan saqlag'ich yo'q, anandikin hamda shakar yo'q. Chiqib yig'ib bergan vaqtda hamda ziyonli narsalar yo'q. Endi narsalar sanab qol. Tenjachi yo'q. Endi badom o yo'qlar. Tetib boqana. Keyingi qismdagi ko'rinishlar. Meni maftun qilgan jamaling, jamaling
zalim. Oh, dayım durar çaranlap yana, yana. Ulan dilimde uz avazım. Oh. Tamam. Aşk uycan gözlerimin nurları içmesin. Bana bir vatatlirik ya özüm olay dahil. Seni hiç kişi rac etmesin. Ha, bakılmasın. Her qaysı torlarda ortaq tarqıtıldı. Tüvendik əbdi talları və salonlarda ortaq körələysilər.